bolalar bilan qiynalib xo'jayinimga qarashib oling desam, ne tug'asam bolalarni eplay olmasang deydi. Mana shunaqa hamma narsani, bolalar, uy ishlari, xizmatlarni bo'yninglarga yuklashadi, keyin nervniy bo'lib, bolalarni sharaqlatib, urib, bolalarga baqiradigan asabiy bo'lsanglar, "Voy, bu jinni, buni asabi joyida emas, tili chiqib qolgan" deyshadi. Qarashinglar, birga farzandinglar-ku, yeteklab olib kelmagan-ku shu ayol farzandini. Mani masalan xo'jayinim har doim farzandlarni tarbiyasida qarashadilar menga. Bolalarni katta qilishda ham qarashadilar. Chunki bizani ikkalamizni bolamiz. Bolaga teng huquqli ota-onamiz. Mani ko'proq haqqim bor degan narsa yo'q. Yoki sen qarashing kerak degan narsa yo'q. Ikkalamiz baravar katta qilyapmiz, baravar bolalarga tarbiya beryapmiz. Onani o'rni bor, otani o'rni bor. Men masalan qiynalib ketgan bo'lsam, shartta bolalarni mashinaga solalardi, "Sen 2 soat uxlab damingni olgin, men bolalarni aylantirib kelaman birpas" deydilar. Kelganlarida ancha asablarim tinchlanib, "Rahmat otajonisi, yaxshi ham borsiz" deyman.